kutmayapsiz, lekin u holat bo'lishi bor. Nima gap so'z, siz kutmayapsiz, lekin u holat bo'lishi bor. Shu kunlarda sizda nimalar bo'lish ehtimoli bor. Qanaqa energiyalardaligingizni ko'rib olaylik. Energiyasi tushsa, shunga qarab rasklad sizniki emasligini tushunamiz. Siz rosa ham boyovoy energiyadasiz. Ko'proq liderствoli qiladigan, gapingizni o'tkazadigan yon atrofingizda, kurashda ham doim o'tkazadigan. Hozirda juda ham sovuq energiyalardasiz. Aqlingizga qarab ish tutasiz, yolg'on gap gapirmaysiz. Iloji boricha откровенный, ochiq oydin o'yin bo'lsin deysiz. Undan tashqari rosa ham tashqi ko'rinishingizga qaraydigan, tashqi ko'rinishga qaysi tarafdan, figurangizga qaraydigan insonsiz va jozibadorligingiz ham bor. Go'zal, chiroyli, odamni o'zingizga qaratib turadigan, harakatchan, xarizmatichni, rosa ham, lekin ko'p narsalar, ko'p bo'lib o'tgan ishlar sizni rosa ham didingiz qatirib qo'ygan. O'sha ko'pchilikka birovga rahm shafqat qilmaysiz. Вот именно shu anaqangiz bor sizni hozir. Bu birovlar sizga qilgan zulm, birovlar sizga qilgan nohaqliklarni hisobiga didingiz qatigani bu yerda ko'rinyapti. Yana qanaqa energiyalardasiz. Mehnatkashsiz, mehnat qilayotganingiz, o'zgarishlar bo'layotgani, rosa ham transformatsiya, sizda hozir shunaqangi kuchli o'zgarishlar bo'lyapti. Yon atrofingizda kelishmovchiliklar bo'lyapti. Pul kelayotgani tushyapti. Ko'p orzu xayollarga balkim bo'lishi mumkin. Ko'proq orzu xayollarga berilib, o'zingiz orzu qilayotgan joyga borishingiz ham borligi bu yerda ko'rinyapti. Undan tashqari rosa ham pul kelishi tushyapti. Agar pul shu kunlarda kelmagan bo'lsa, inshaalloh pul kelishi tushyapti. Siz kutmayapsiz, lekin nima bo'lishi bor shuni ko'ramiz. Kutmayapsiz, nima bo'lishi bor. Nima desa bo'larkan, bu yerda серьезный sevgi, yaxshi ko'rish, shunaqa narsalarga boshingiz aylanib qolishi bor. O'zingiz bilmagan holatda shirin, приятный emotsiyalarni his qilishingiz bor. Juda ham anindaqa balkim bo'lishi mumkin, o'tmishingizdagi odamlar shirin suhbat yoki shunga o'xshagan holatdan bo'lishi bor. Lekin bu yerda ko'proq именно sizni boshingizni aylantiradigan, yaxshi ko'rib qoladigan holatlarga borishingiz tushyapti. Juda ham qattiq o'y xayollarga, o'y xayollarga emas, boshqa birovlarni o'ziga yaqinlashtirmasdan shit bo'lib olishingiz, hech kimni o'ziga yaqinlashtirmasligingiz, keyin jiddiy ehtiyot bo'lib turasiz, qattiq dilozorlik ham bo'lib qolishi bor. Shunaqa holatlar bo'lishi bor. Qandaydir qarorlar qabul qilishingiz bor. Ko'p narsalar sizni qo'lingizga o'tib, siz qandaydir oldin uddalolmayotgan ishlaringizni hozirda uddalab ketishingiz bu yerda ko'rinyapti. Boshqa birovlar bilan kelishuv, boshqa birovlar bilan shirin suhbat yoki kelishuv yoki shirin suhbatlar, xursandchiliklar tushyapti. Yorug' kunlaringiz kelyapti sizni. Pullar qo'lingizga kelib, dam qarzingizni beryapsiz, dam ishlaringizni uddalayapsiz. Shunaqa ko'p qo'lingizda, ko'p bo'lmasa ham har qalay qo'lingizda pul o'ynashi tushyapti. Yana nima bo'lyapti? Siz o'zingiz boshqa birovlar bilan, konkurentlaringiz bilan kelishmovchiliklar bo'lishi bor. Kstati aytib qo'yay, kartalarda endi ochyapman bu karta, yangi karta, endi shilyapman, ko'ryapman bu kartada. Shunaqa yana qandaydir muhabbatlaringiz, o'ziga yoqadigan приятный emotsiyalar bo'lishi, xursandchiliklar, kimnidirni yaxshi ko'rib qolishingiz, ko'proq sevgi og'ushida boshingiz aylanishi, yana pul kelishi, boy xotinga aylanishingiz tushyapti. Qizlar oldim, qabul qildim deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin va qandaydir kimni yoqtirmagan insoningizdan, sizni xafa qilgan insoningizdan ketishingiz tushyapti. Shunaqa, o'zingizga ehtiyot qiling, sog' bo'ling, paka.